Namangan somsalar shahri. Gap yo'q. Hamma yoqda somsa, hamma yoqda bir-biridan shirin somsalar bor ekan. Mana qarib bitta somsani ko'ringchi. Duo qilyaptilar. Vodiy ahli ancha Islomobod dindor bo'ladi, bilasizlar, shuning uchun duolarda ham, somsani uzishda ham duoni esdan chiqarishmaydi. Gap yo'q. Yoqdimi somsa? Udar. Udarmi? 45 kilometrdan kelib, yegan ekanlar. Qayerdansiz siz? Uzoqdanmiz, Uychidanmiz. Qayerdan? Uychidan. Uychi? Qayerda uychi? Ancha uzoq shu joydan kelib, Ha. Mas'uliyat manimcha 6 bo'ldi. Ha. Shu 6da pishiga yetib keldik mana shu. Baraka toping. Juda qo'llari zo'r. Qani bittasini yor beringchi, bitta ko'ringlar. O, Ichini ochib bering. qani bir ichini ochingchi. Namanganning somsasi. Ben ochuvering, jaydari o'zimizniki. Unaqa madaniyatli bo'lish shart emas. Qani, bismillah. Voy, nima deyapti bu? So'zligini qarang. Gap yo'q. Vashshe gap yo'q. Qani mashinasini menga beringchi. Jaydar buqani go'shti bor. Mesni. Yeb bo'lmasa ham buni qaynoqligini. Men ichini ko'rsatib beraman lekin. Voy, o'lim kuyda. Gap yo'q. Alloh ishlaringizga baraka bersin. Duodamiz, sog' bo'linglar. Bu nima deyiladi? Afsonalar vodiy, Namangan shahri Afsonalar vodiysi. Ha, afsonalar vodiysiga kelsanglar, somsalariga edi, vahshiy gap. Sog' bo'linglar.